Assalomu alaykum qizlarjonlar. Yaxshimisizlar? Yaxshi turibsizlarmi? Qizlar, men zakazlarimni olib oldim. Mana go'zallikni qaranglar. Xo'p, Ferukidan boshlaymiz, qizlar. Bu atirimizni bilsanglar kerak. Mana bu atirimiz kichkina grammda. Bu esa atirimizni kremi, qo'l krem parfyumni. Buni bitta podarchniy idishga solib, podarka qilsanglar 8 martaga juda ham chiroyli tanlov. Bu yerda bo'lsa portajyorimizni parfyumni gel dushi hidlari gapirmasangiz ham bilasizlar qizlar. Portajyor atirimiz va bu yerda Kaorini parfyumning gel dushi, Beauty Cafe'ni Caprice pushti va hidlari ham zo'r bo'lgan parfyumni gel dushimiz va bu yerda atiri Beauty Cafe Caprice atiri. Xo'p, Valkyriedan gel dushimiz parfyumni, buni ham hidlari zo'r. Oddiylikni va soddalik, nijniylikni yaxshi ko'radiganlar uchun murmurimizadan bejviy rangligi. Buni hidi juda ham priyatniy, qizlar atirini ham bilasizlar. Murmuri parfyumni gel dushi. Va Ferukidan pushtisi bu qo'l kremimiz parfyumni. Bu bo'lsa atirimiz. Bu ham qo'l kremimiz qizlar, juda ham zo'r hidlari. Podarka qilsanglar zo'r bo'ladi. Shamelisdan, Faberligimizni Shamelis atirlaridan va bu yerda Tenskindan gidrofilli masla qizlar. Juda ham zo'r narsa. Ham gidrofilli masla, ham umyvalni. Bu degani qulilarga ozgina chiqazib, bunga ozgina suv aralashtirsanglar, ko'pik hosil bo'lib, yuzinglarni zo'r qilib, top-toza qilib, poralargacha tozalab, zo'r qilib yuvib beradi qizlar. Va Tenskindan qora tochkalar uchun maxsus losyoni. Qizlar, bunda losyonimizda salitsiy kislota, niasinamid bor. Bu poralarimizni tozalab beradi va zo'r qilib beradi. Qora tochkalarni zo'r yuvib beradi qizlar. Bu bo'lsa salitsiy kislota gel aloe vera. Bu ham poralarimizni tozalab zo'r qilib beradi qizlar. Yuzlarimizni sveji qilib beradi va bu ayniqsa problemli ugriylari bor qizlarga juda ham zo'r. Qizlar вообще mazza qilib ishlatadi. Bu naborimizni yana bitta mana bunaqa chiroyligina mushukchaligi ham bor. Bu qora nuqtalar uchun maxsus. Hammada burnalarini ustida qora nuqtalar yog'li bo'ladi, o'sha narsalarga ichida 4 ta dona bo'ladi. Olib shuni yopishtirasizlar. 5-10 minut, 15 minutdan keyin olib tashlaysizlar va qora tochkalardan xalos bo'lasizlar. Va bu yerda Faberlic kompaniyamizni qizlar bilasizlar, juda ham mahsulotlari ko'p. Bu mahsulotlarimiz ichida eng zo'rlardan biri hop kislorodniy ekstraksiya degani. Bu kislorodniy, ya'ni choyshablarni, oq kiyimlarni, dog' bo'lib qolgan, yog' bo'lgan kiyimlarimizni bemalol ketkazib beradi, dog'larni ketkazib beradi va o'zini mana shunaqa maxsus loshkalarni qo'shib beradi. Qaranglar qizlar, zo'r narsa, udobnigina. Va bu yerda maxsus o'zini sevuvchilar uchun legenda, urban legendani muskoy va jenskiy atirimiz. Bu kimga tanishinglarga yo akalar yo keninglarga podarka qilsanglar ham zo'r narsa. Er-xotin bir-birligidan zo'r hid kelib turadi qizlar. Va bu yerda Blackbuster. Qizlar, bu atirni bilmayman, 3-4 marta olishim. Hidlari zo'r, juda ham stokislari zo'r qizlar. O'zini yaxshi ko'radigan va o'zini zo'r deb biladigan, hammadan ajralib turish xohlaydigan erkaklar uchun zo'r. Men jiyanim o'sha 2-marta olishi bu. Jiyanim olib kelib bering deb aytdi. Va bu yerda Faberlic kompaniyamizni Expert seriyasidan oyoqlar uchun, oyoqlar og'riydiganlar uchun maxsus kremimiz. Bu juda ham zo'r og'riqlarni qoldirib beradi. Surasizlar, qizlar, zo'r ta'sir qiladi bu. Va bu yerda detokslarimiz qizlar, qaranglar ko'pligini mazza. Bu yerda mana 5 xil detoksimiz bor. Birinchisi ertalab ichiladigan detoksimiz.
buni olasizlar bitta dona pakkechasini xoh qaynab turgan suvga bitta dona pakkechasini damlab qo'yib 5 minutdan keyin ichasizlar qizlar. Bunisi esa kechqurungisi. Buni ham xuddi shunaqa qilib bitta donasini olib bakalga damlab ichib olasizlar 5 minutdan keyin. Qizlar, bu oddiy gapirayotgan gapimiz, lekin bu organizmda shunaqangi katta o'zgarish qiladi. Metabolizmni zo'r qilib beradi qizlar. Metabolizmni zo'r yurg'izib beradi. Ichi qotadiganlar uchun ayniqsa zo'r narsa. Va ichimizdagi shlaklarni, kerak emas narsalarni chiqazib beradi. Bu zo'r narsa qizlar. Va ozmoqchi bo'lganlar uchun ham zo'r tavsiya bu qizlar. Ertalab kechqurungi detoksimizni ichsa zo'r ta'sir qiladi. Va bu yerda diabetski, ya'ni qandli diabeti bor. O'zimizdan tilda aytganda saxir borlar uchun bu maxsus. Buni ichasizlar qizlar. O'sha tavsiya qilsanglar bemalol zo'r ta'siri bor qizlar. Ya'ni saxirlarni o'rta me'yorda ushlab turadigan joyimiz bu. Buni ham xuddi shunaqa detoksga o'xshab oddiy qilib bitta donasini olib damlab ichiladi. Va bu yerda anti-stress. Menimcha asabiylashmaydigan odam o'zi bo'lmasa kerak. Buni asabiylashmagan paytingizda ham bitta donasini damlab ichsangiz qizlar, umuman uspokayishli qildiradi, odamlarni tinchlantiradi. Zo'r narsa qizlar. Ichib ko'ringlar, juda ham zo'r narsa. Hammaga kerak narsa. Fibuli kompaniyamizda hamma narsa bor. Fibuli kompaniyasi yosharish, chiroyli bo'lish, go'zal bo'lish va o'zingizni maxsus shaxsiy biznesingiz uchun hamma narsa sharoit bor Fibuli kompaniyamizda. Bu esa женский здоровье, ya'ni женский kasalliklarimizga, mioma, kista, shamollash, hamma narsaga qizlar bu choyimizni ichsanglar, hamma narsa bor. Buning ichida tabiiy biologik qo'shimcha bu ham. 100% tabiiy mahsulot bu ham. Bitta paketni damlab ichasizlar, shamollashlarni yo'q qiladi qizlar. Hayz sikli buzilganda ham zo'r ta'sir qiladi. Juda ham ayollarga kerak bo'lgan narsa bu. Xudo xolisa o'zim ichishni boshlamoqchiman. Detoksdan va mana shu shamollashlarga qarshi jenskiydan ichmoqchiman xudo xolisa. Qizlar, o'zinglarni yaxshi ko'ringlar. Iloj boricha hamma mahsulotlarimizni olib o'zinglar ichinglar, ishlatinglar. Va eng asosiysi kechalar tiriy bo'lganda qizlar magniy xelatni yutib oldim. Buni onajonimga podarka qilmoqchiman. Magniy xelatimizda, xelat degani bu 3-4 marta organizmga o'sha vitaminimiz tezroq, yaxshiroq so'rilishi degani xelat degani qizlar. Magnesiy xelatimiz bosh og'rig'ida, stress bo'lganda, qon aylanishi, yurak sistemalari hamma narsaga zo'r ta'sir qiladigan halol sertifikatga ega batlarimizdan biri. Qizlar, o'zinglar ham olib ichsanglar bo'ladi. Va bu yerda mana bunaqa bleskli pomadamiz ham bor, ro'zvi rangli.